iqtidori yo'q va bir yerga midirlayolmaydigan daraxtlar va o'simlik turlarimi albatta rizqqa muhtojdir. Ular tavakkul qilib o'rnida jim turgan bo'lsa-mu, mukammal oziqlanadi va hayvonlardan texmo ko'p farzand yetishtiradi. Shundoq, ularning yo'pirmoq, chechak va mevalari ularning farzandlari hisoblanadi. Bahor faslida jannat hurlariga o'xshash hamma daraxtlarga kimxobdek süslangan jannat liboslarini kiygizish, chechak va meva zinnati bilan bezash, ularning latofatli qo'llari bo'lgan shoxlari bilan xilma-xil eng totliq va san'atlik mevalarni bizlarga sunish ham zaharlik bir harining qo'li orqali shifoliq va totliq hasalni bizga yetkazish, qon va yering orasidan bizga sut ishlab chiqarish va shundoqla qo'li bo'lmagan bir qurutning qo'li bilan bizga yipakdek nozik va yumshoq kiyimlarni bizga kiygizish, ham shundoqla rahmatining cho'ng bir g'azinasini bizlar uchun bir kichikkina urug'da yerlashtirish, dengizni bizlarga yangi sap bo'lgan biliqlarning ombiri qilish, unchi marjonlari bilan zinnat to'kini qilib berish va to'xuning tuxumidan tortib osmondan tushgan yomg'irg'ichilik sanoqsiz va haddi hisobsiz texmo ko'plagan ne'matlar ustida Allohning Razzoq ismi hamisha ko'rinib turadi. Demak, biz yegan har bir luqmaning ustida Razzoq ismining tamg'isi bordir va atiganda osh chiqib, oqshimi uvusiga to'q holda qaytgan butun jonliqlar holat tili bilan Janobi Haqni ey rizq berguchi Razzoq, ey rizq berguchi Razzoq deb tasbih aytidi va go'yoki shu oyatni zikr qilib o'qiydi. Nurg'un hayvonlar o'z rizqini ustiga ololmaydi. Ularni va sizlarni Alloh rizqlantiradi. Alloh so'zinglarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir.